Bugun eng ko'p so'ralgan savollarga batafsil javob berib o'tamiz. Bu videoga albatta like bosinglar, tushunmagan joylarda izohlarda yozinglar va iloji bo'lsa do'stinglarga, yaqininglarga yuborib qo'yinglar. Chunki biz bugun eng kulminatsion nuqtasi bo'lgan tariflar, ya'ni pulli joylar haqida gaplashamiz. Ko'pchilik so'raydi, talabalar, ota-onalar, sizlarda tarifiylar qancha? Ya'ni qanaqa tarifiylar bor? Bizda umumiy 4 ta tarif bor desak ham bo'laveradi. Birinchi tarif oddiy, ya'ni standart tarifimiz bor. Standart tarifimiz bizning ichiga nimalar olinadi? Birinchi o'rinda talabaning umumiy hujjatlari olinadi. Bu o'rtacha hujjatlar. Hujjatlar olinadi. Talabani universitet uchun, misol uchun 3 ta universitetga topshiradigan bo'lsa, 3 ta universitetga biz o'zimiz tomonidan, ya'ni firma to'lovi ichidan qilib hujjatlarni biz universitetga yuboramiz. Hujjatlar olinadi va ariza to'lovi. Ariza to'lovi talabaga 2 ta universitetga 1 million so'mgacha to'lab beriladi. So'm yozib qo'ying. Xo'p, firma to'lovi ichida. Hozir biz firma to'lovi ichida kiradigan narsalarni aytyapmiz. Va keyin standartda siz qancha xarajat qilasiz, buni ham yaqqol aytib o'tamiz. Diqqat bilan eshitinglar. Hujjatlar o'rtacha shu 500 ming so'm atrofida bo'ladi. Hamma hujjatlaringizni 2 nusxada, 3 nusxada qilib universitetga yuborish. Bitta universitetga yuborish bitta talaba uchun o'zi aslida 240 ming, 220 ming, 210 ming atrofida pochta xizmati bo'ladi. Bu yerdan chiqib to'g'ri universitetingiz eshigini tagiga borgunigacha. Keyingi ishlarimiz bo'ladigan bo'lsa, talabaning invoisi keladi. Invoice esa ko'pchilik yaxshi tushunadigan bo'lib qolgan. Bu invoice talabani badal to'lovi, ya'ni universitet badal to'lovi, ya'ni kontrakti. Kontrakt keladigan bo'lsa, bu talaba o'zi to'laydi. Bu firmaning hisobidan bo'lmaydi, chunki bu oddiy tarifda sizga kontraktingiz va KDB banknotingizni biz qo'yib bermaymiz. Talaba invoisini o'zi to'laydi. Xo'p, talaba to'laydi. Agarda aytaylik, talabani vizasi chiqmaydigan bo'lsa, bu invoisni qancha summa to'lagan bo'lsa, shuncha summa 100% talabaning o'ziga tushirib beriladi. O'zini shoti bo'ladi, o'ziga tushiriladi. 1 oy yoki 1,5 oy uzoq borsa 2 oy atrofida tushirib beradi. Hozirgi kunda universitetlar shunaqa qilyapti. Endi aytaylik $50 uzog'i bilan $100 kamroq yoki ba'zida ko'proq ham tushishi mumkin. Bu dollar juda yaxshi bilasizlar. Siz dollarda to'laysiz, u yoqqa won bo'lib tushadi. Endi u yoqdagi won hisobidagina yana dollarga qaytariladigan bo'lsa, xuddi o'rtada nima bo'ladi? Razlika bo'ladi, ya'ni farq bo'ladi. Keyingisi talabani invoice keldi, ya'ni kontraktini to'ladi. To'lagandan keyin talabaga hujjat qilish boshlanadi. Elchixona. Elchixona hujjatlariga talaba juda ham diqqat bo'lishi kerak. Ba'zi talabalar bor, o'zi universitetga registratsiya qiladi, o'zi topshiradi, hujjatlarni ham o'zi jo'natadi. Lekin jo'natilmaydiganlar biz orqali universitetga jo'natadi. Bunni ham talabaga yordam beramiz biz. Endi elchixona ishlariga keladigan bo'lganda 100% talaba konsaltingga murojaat qiladi. Deyarli hozirgi kunda elchixona hujjatlarini individual, ya'ni talabani o'zi tayyorlash mumkin emas. Ya'ni qanaqasiga mumkin emas? Talaba xato qilib qo'yish ehtimoli juda yuqori. Chunki elchixona har 3 oyda yoki 6 oyda o'quvchidan talab qilinayotgan hujjatlar juda ham o'zgarib ketyapti. Mana o'tgan safar elchixonaga topshirishimizga 2 oy qolganda universitet talabani ota-onasini uy joyi nomidagi kadastrda o'tganligiga 3 oy bo'lishi kerak degan qonun chiqdi. Shunda xuddi shunda 3 ta talabamiz yoki 4 ta talabamiz asosan qolib ketib qoldi. Sababi
unga отказ chiqish ehtimoli yuqorilashib ketdi. Chunki elchixona shunaqangi, ya'ni 3 oylik hujjat talab qilyapti. Talabani uyi o'tganiga hali 1 oy ham bo'lmagan edi. Xuddi shu talabalarni muzlatdik, keyingi semestrga qilib beradigan bo'lganmiz. Baribir yana shunaqangi xarajat ketadiki, shunchalik talaba hushyor bo'lish kerakki, har bir elchixona hujjatlarini biz o'ta detalli tayyorlaymiz, o'ta to'g'ri tayyorlaymiz. Uni elchixonadan so'rab, har birini o'rniga qo'yib, tartib asosida ham kirgizamiz. Tartibi ham bo'ladi o'zini. Ba'zilar o'ylaydiki, hujjat tayyorlash oson. Asosiy elchixona hujjat tayyorlash juda ham mushkul. Siz o'qishga kirdingiz, kontraktlar to'ladingiz, sizni 6 oy umringiz tikildi bunga. Lekin elchixonada oddiy bitta hujjatda kam beradigan bo'lsangiz yoki xato qilib qo'yadigan bo'lsangiz yoki elchixona talab qilgandek bermaydigan bo'lsangiz, siz отказ olasiz, shunchaki. Juda ham ko'plab отказ chiqdi bu safar. Xudoga shukr, bizda откazlar kam. Xo'p, elchixona hujjat to'lovlari 1.5 million bo'ladi. Buning ichiga nimalar kiradi? Ota-onaga bir kunlik bankshot qo'yish. Eslatib o'tdik, ota-onani nomida, ya'ni ish joyi bo'lmaydigan bo'lsa, nomidagi uyi va bankshotini bir kunligini biz qo'yib beramiz. Bu firma hisobida, ya'ni bu sizni nimangizni tarifingiz ichida bo'ladi. Endi elchixona to'lovi bo'ladi $100. Xo'p, buni talaba o'zi to'laydi. Buni talaba o'zi to'laydi. Va 250 ming so'm nima ham bor? 250 ming so'm Visa Center nimasi ham bor, to'lovi ham bor. Chunki Visa Center, ya'ni viza markazi sizni hujjatlaringizni yana bir bor ko'zdan kechirib, elchixonaga eson-omon yetkazib berish o'rtadagi, ya'ni pochta vazifasini bajaradi. Shu 12 ta 13 ta atrofida elchixonaga biriktirilgan viza markazlari bor. Faqatgina shundangina hujjat olib kirish mumkin. Boshqasidan hujjat olmaydi. Talaba o'zi elchixonaga hujjat olib boradigan bo'lsa, olmaydi. Shu 250 ming to'laysiz, sizni hujjatlaringizni olib borib beradi va medko'rikdan o'tasiz. Bo'ldi. Xuddi shu bizi to'lovimiz, standart to'lovimiz umumiy hisobda 13 million. 13 million hisoblanadi. Xo'p, buni ko'p talabalar so'raydi. Boshida bittada to'laymanmi deydi. Yo'q, boshida siz buni 50% ni to'laysiz. Ya'ni 605 million so'mini to'laysiz. Agar sizga viza chiqadigan bo'lsa, siz yana 6,5 million so'm to'laysiz. Agar viza chiqmaydigan bo'lsa, biz sizga 6,5 million so'm qaytarib beramiz. Bu xarajatga, ariza to'loviga, hujjatlarga, elchixonaga, shu 3 ta to'lovga biz kuyamiz. Sizga qaytarib beramiz o'zimizni oldimizda. Siz bularda o'zi aslida bu hujjatlar ko'p firmalarda umuman qaytmaydi. Chunki ariza to'lovi universitetga to'laydi, universitet qaytarib bermaydi. Hujjatlaringizni boshqatdan yana qaytarib ola olmaymiz. Elchixona hujjatlari yana orqaga qaytmaydi. Elchixonaga kirib ketgan hujjatlar qaytarib bermaydi va qaytarib siz pulingizni ola olmaysiz, hujjatga ketkizgan pulingizni. Shunchalik bular hammasi biz oldimizdan qaytariladi agar viza chiqmasa. Xudoga shukr, viza chiqish foizi bizda yuqori. Shunchalik biz ayta olamiz, bemalol siz qancha pul sarflaydigan bo'lsangiz ham o'zini oqlaydigan qilib beramiz. Chunki talaba kelgandan keyin biz juda ham puxta konsultatsiya olamizki, konsultatsiya ham beramiz va talabadan ma'lumotlarni olamizki, viza chiqish foizini aniq aytib beramiz. Agar sizga qaysi bir tarif yoqadigan bo'lsa, izohlarda standart so'zini yozib qoldiradigan bo'lsangiz, biz sizga aloqaga chiqamiz. Bemalol shu tariflarimizdan foydalanishingiz mumkin. Endi keyingi tarifimiz premium hisoblanadi. Xo'p, buni o'chirib yubormayman. Buni o'chirib oladigan ba'zi bir qismlari bor. Xo'p. Standart so'zini o'chiramiz. 13 millionni ham o'chiramiz. Keyin bu yerga mana premium tarifimiz
Premium tarifi. Universitet uchun yana 500 ming so'mlik hujjatlar olinadi. Endi bu 1,5 million so'mgacha, ya'ni 3 ta universitetga topshirib beramiz. 3 ta universitetga topshirib beramiz. Invoice talabalar invoice kelgandan keyin, ya'ni kontrakt to'lov kelgandan keyin talaba o'zi to'laydi buni. Qanaqa talabalarga biz maslahat beramiz? IELTS yoki TOEIC yuqori, siz grant olishingiz ehtimoli yuqori. Aytaylik 50%, 60% grant oladigan bo'lsangiz, siz xuddi shu tarifdan foydalaning. Chunki siz kontraktingiz aytaylik 50% grant oladigan bo'lsangiz, $1000 atrofida kontrakt to'laysiz va qolgan hujjatlarni to'lovini beradigan bo'lsangiz, bunga umuman kuymaysiz. Umuman kuymaysiz bu yerda. Chunki bu premium tarifdan viza chiqmaydigan bo'lsa 100% qaytaramiz. Invoice, ya'ni kontrakt to'lov universitet o'zi qaytarib beradi. Buni ham 100% bo'ladi. Siz bunda hech qanaqangi to'lov yo'qotmaysiz. Xo'p, endi bunda yana katta farqi bor. Standart tarifda aytib o'tmadim, chunki talaba buni o'zi qo'yadi. KDB bankshot. Bu yerga alohida yozaylik, chunki bu KDB bank haligi o'zbek talabalarini qon so'rovchi bank deb hisoblayman, to'g'risi. Bu KDB bank 1 oylik. 1 oylik KDB bankda bu o'zimizning hisobdan qo'yib beramiz, ya'ni premium tarifda. Premium tarifda bo'ladi. Endi elchixona to'lovlari 1,5 million, buni ham biz qilamiz. Endi bu yerda $100 talaba to'lamaydi. Buni ham biz to'laymiz. Ya'ni bu ham biz bo'ynimizda, ya'ni o'sha talab mana ichiga kirib ketadi. 250 ming so'm ham shuni ichiga kirib ketadi. Biz nima qilamiz? Shunchaki o'zi to'g'ri aytdimmi? Bir qarab qo'ying to'g'risi. Video ketyaptimi? To'g'ri aytibman. Chunki buni allaqachon Telegram kanalimizga ham yozib qo'yib qo'yganmiz. Talabalarga noto'g'ri tushuncha bo'lib qolmasligi uchun yana bir bor qarab oldim. Xo'p, 250 ming so'mni ham $100 ham biz to'lov qilib beramiz talabani nomidan. Agar viza chiqmaydigan bo'lsa, 100%, ya'ni bizga berilgan summa 100% qaytariladi. Buni narxi qancha deydigan bo'lsa, bu deyarli dollarda hisoblaymiz, $2500 hisoblanadi. Sababi talabani bu KDB bankshotlarini hammasini biz deyarli dollarda ishlatamiz. Shuning uchun bizga dollar kerak. Lekin shartnomada 32,5 million so'm yozilgan. Eski dollar hisobida. Xo'p, 32,5 million so'm ekan. 32,5 million so'm. Xo'p, oldindan qancha to'lov bo'ladi? Oldindan hech bo'lmaganda standart tarifini to'lovi bo'lishi kerak. Oldindan to'lovni beradigan bo'lsa, biz hujjatlarni ishlarni boshlaymiz. Talabani qachon KDB bank hisoblari keladigan bo'lgan paytida yoki 1 oy ichida talaba bilan kelishgan holda talabaning sharoitini o'rganib chiqib turib to'lov qilishlari kerak bo'ladi. Keyin biz bilan imzolagan shartnoma 100% amalda bo'ladi. Biz shu 100% ishlarga majburiyatlarda olamiz va viza chiqmaydigan bo'lsa 100% qaytaramiz. Xo'p, bir hafta ish kunida qaytariladi, u muammo emas. Xo'p, premium tarifda agar savollar bo'ladigan bo'lsa, albatta izohlar qismiga yozing. Biz sizga javob berib o'tamiz. Agar sizga premium tarif ma'qul keladigan bo'lsa, premium so'zini yozib qoldiring izohlarda, biz sizga aloqaga chiqamiz. Endi katta tarifimiz bor, Visa Plus tarifimiz. Xo'p, bu yerda premiumni o'chiramiz. Endi o'rniga Visa Plus so'zini yozib qoldiramiz. Visa Plus. Bu tarif, ya'ni
juda ham zo'r tarif deb aytishim mumkin. Kimlarga 1 so'm ham risk qilgisi kelmagan bo'lgan odamlarga, to'g'risi. Kontraktingiz o'rtacha kollejga, bakalavrga topshiryapsiz, deyarli kontrakt sizga universitet to'lagangacha chiqadi. Bu talabalar uchun foydali. Ya'ni bunda siz deyarli pul riskovat qilmaysiz, chunki bunda 100% to'lov qaytariladi. Endi bu tarifning ichiga nimalar kiriladi? Yana boshqadan qaytarib o'tdim. Hujjat to'lovlari, ariza to'lovlari tarifning ichida. Endi invoice, ya'ni kontrakt to'lovga keladigan bo'lsak, endi bu talabani nomida bo'lmaydi. O'sha to'lovning ichida bo'ladi. Buni biz to'lab beramiz. Qanchagacha bo'lgan nimasini, to'lovini $1800 gacha to'lab beramiz. Bundan oshiq bo'ladigan bo'lsa, to'g'risi bizga bu narsalar qoplamay qolishi mumkin. Shunchalik bundan oshiq chiqib ketadigan bo'lsa, talaba o'zi to'laydigan bo'ladi. Buni ochiq oydan aytamiz. Ofisga kelganda yoki bir telefonda bekitmaymizda, mana ochiq oydan tushuntirib o'tyapmiz talaba uchun. Xo'p, elchixona 1,5 million so'm to'lov, keyin yana elchixona to'lovi, hujjatlar to'lovi va elchixonani viza markazini ham to'lovi. Keyin yana bitta ikkita servis qo'shilgan bunga. Xo'p, aviabilet. Aviabilet qo'shilgan. Bu aviabilet to'g'ridan-to'g'ri reys bo'ladi. To'g'ridan-to'g'ri reys bo'ladi. O'rtacha narxi, xo'p, 350 dan boshlab vaqt kelsa shu $500 gacha bo'lishi mumkin. Bu biz aytayotgan sanaga oladi, chunki talabani bu yerda uyiga kuzatib qo'yish servisi ham bor. Uy topib berish va uyiga kuzatib qo'yish servisi ham bor. Xo'p, eltib qo'yish. Eltib qo'yish. Xuddi shuni ham to'lovi bu bizni bo'ynimizda. Ya'ni o'rtacha $50 bo'lishi mumkin. Talabalar soniga qarab bundan kam yoki ko'p bo'lishi ham mumkin. Buni o'zimiz to'laymiz, shu firma to'lovining ichida bo'ladi. Xo'p, agar siz endi KDBda aytmabman, KDB albatta bo'ladi buning ichida. KDB buning ichida albatta bo'ladi. 100% KDB qo'yib beramiz. Endi buni boshlang'ich to'lovi ham 6,5 million so'm bo'lishi shart. 6,5 million so'm berilgandan keyin biz ishlarni boshlaymiz. Talaba bilan kelishgan holatda uzog'i bilan 1 oygacha muddat cho'zib berishimiz mumkin. Bu ham holatga qarab turib. Endi bu to'lovning narxi qiziq bo'ladigan bo'lsa, so'mda 65 million so'm, dollarda umumiy 5000 desak bo'laveradi. Agar bizda dollarda so'm beriladigan bo'lsa, qaytarish xavfi bo'lib qoladigan bo'lsa, dollarda qaytaramiz, so'm beradigan bo'lsalar, deyarli so'mda qaytarib beramiz. Ya'ni pul birligi bizda qaytarib berayotganda o'zgarmaydi, sababi so'm tafovuti, dollar o'sib tushishi bor. Nima uchun biz ko'proq talabalarda dollardan olamiz? Shu narsani ham tushuninglarki, ariza to'lovlari, kontraktlar, KDB bank shot, aviabiletlar deyarli shu dollarda to'lanadi. Qolgan to'lovlar, hujjatlar, elchixona hujjatlari, viza markazining to'lovlari hammasi so'mda bo'lsa bo'laveradi. Lekin eltib qo'yish xizmatini ham biz albatta dollarda beraveramiz. Sababi u yerda so'm ishlamaydi, faqatgina dollar ishlaydi. Xo'p, agar sizga bu Visa Plus tarifi qiziq bo'ladigan bo'lsa, izohlarda Visa Plus so'zini yozib qoldiring. Biz sizga yana aloqaga chiqamiz. Tushunmagan joylaringiz bo'lsa, kommentariyada albatta yozib qoldiring. Biz har bir kommentariyani hurmat qilamiz va to'liq javob berib o'tamiz. Xo'p, bularni yana o'chirib yuboramiz. Endi yana bitta qo'shimcha tarif qilib qo'yganmiz elektron viza to'lovi uchun. Talabani ko'proq biz til sertifikati bilan magistraturaga jo'natyapmiz. Elektron viza bilan alhamdulillah shu paytgacha talabalarimizda deyarli 100% natija bo'ldi. Bo'lib ham 2025-yil kuzda 100%
100% elektron viza natijalariga erishdik. Alhamdulillah. Xo'p, bunda kontraktlar o'chadi, ariza to'lovlari o'chadi, bunda ham ariza to'lovlari. Xo'p, elchixona to'lovlari bunda bo'lmaydi. To'lov bunda ham bo'lmaydi, chunki immigratsiya tomonidan chiqadi. Siz O'zbekistondagi elchixonaga sizning hujjatlaringiz kirmaydi. Koreyadagi immigratsiya orqali chiqadi. Xo'p, 1 oylik KDB elektron viza uchun umuman kerak emas. Xo'p, oldindan hozirda biz ta'rif qildik. Talabalar, ya'ni e-viza. Bu til sertifikatsiz bo'lgan talabalar uchun, til sertifikati bo'lganlar uchun odatdagi tariflarimiz amal qilaveradi. Xo'p, e-viza tarifi desak ham bo'laveradi, ya'ni elektron viza tarifi. Bu elektron viza tarifi hujjatlaringizni qilib beramiz. Ariza to'lovlarini o'zingiz to'laysiz. Universitet uchun qo'shimcha to'lovlar bo'ladigan bo'lsa, bularni albatta sizga tushuntirib o'tamiz. Aytaylik, hamma universitetdagi har xil. Misol uchun, bir universitet 180 ming won sizdan hujjat, ya'ni til sertifikati talab qilishi mumkin. Qanaqasiga? Korean won. Xo'p, agar shu kursda oladigan bo'lsang, senga sertifikat chiqarib beramiz, universitet seni qabul qiladi. Xuddi shunaqangi buni talabi o'zi to'laydi. Bu hujjatlarni biz qilib beramiz. Bu hujjatlarni biz qilamiz. Xo'p, keyingi to'lovlar 2500 dan dollarda aytyapman. 3500 gacha kontrakt chiqadi sizga. Til sertifikatsiz. Hozirda til sertifikatsiz juda ham avjiga chiqqanligi uchun men aynan shu til sertifikatsiz tushuntirib o'tyapman. Hushyor bo'linglar talabalar, sizlarga 2,5 ming deb 3,5 ming kontrakt chiqarib berishi ham mumkin. Ba'zi konsaltinglar bu hushyor bo'lishingiz kerak. Mana oldindan ochiq oydan aytib qo'yapmiz. 3,5 million bo'lishi mumkin, 3,5 ming dollar bo'lishi mumkin. Nimani hisobiga? 6 oylik yotoqxonangiz hisobiga. Agar universitet 6 oylik yotoqxonani invoysga qo'shib chiqarib beradigan bo'lsa, albatta konsalting bilan gaplashinglar, bog'laninglar. Buni отказ qilish mumkin. Agar отказ qilib bo'lmaydigan holat bo'ladigan bo'lsa, siz u yoqqa borib, yotoqxonada yotmaydigan bo'lsangiz, qaytarib olishingiz mumkin bu to'lovingizni. Shunaqa 1000 dollar atrofida bo'ladi. Buni to'lagandan keyin talabaga invoice bilan birgalikda biz to'lov olamiz. Chunki talabani to'lovi bizda 100% turadi. Biz buni 2000 dollar deb belgiladik. Hozirgi kunda bozorga qarab turib tushirishimiz yoki ko'tarishimiz mumkin. Bunda firma to'lovi bor, elektron viza to'lovlari bor. Bu umumiy konsaltingni o'ziga to'lanadigan to'lov. Agarda sizni vizangiz chiqmaydigan bo'lsa, bu 2000 sizga 100% qaytarib beriladi. Bir tegin ham olmaymiz. Bu konsaltingning hisobida turadi. Siz vizangiz chiqqunigacha. Agar viza chiqmaydigan bo'lsa, qaytarib beramiz 100%. Agar chiqadigan bo'lsa, bu to'lov bizda 100% qoladi. Xo'p. Endi bu to'lov umumiy qancha bo'lishi mumkin oldindan bizga 150 dollar to'lov qilasiz. Hujjatlaringiz uchun, joylarni band qilish uchun. To'g'ri, bu 150 dollar umumiy hujjatlarga ketmaydi, lekin joyni band qilish uchun eng minimum shu summani talab qildik. Chunki talabalarda juda ham bir katta fikr bo'ladiki, oldindan bir so'm to'lov olmaydigan bo'lsa, talabalar o'ta sartirovkasiz bo'lib ketib qoladi. Nima uchun? Shunchaki bitta topshirib ko'raver, mendan nima ketdi deydigan talabalar ko'p bo'ladi. Invoice chiqqandan keyin xuddi shu xarajatlarga tayyor bo'ladigan talaba albatta 100% bu to'lovni qiladi. Agar bu to'lovga ham orinayotgan bo'lsa, 150 dollar to'lashga orinayotgan bo'lsa, 3,5 ming, 2000 dollar to'lovni topish haqiqatdan mushkul bo'ladi talaba uchun. Biz hamma talabaga invoice chiqarib berdik. O'tgan safar 40 ta atrofida talaba
bizdan xuddi shunaqangi til sertifikatsiz magistratura uchun invoyslarni, kontrakt to'lovlarini oldi, lekin ko'pchilik to'lamadi. Konsalting bilan universitet o'rtasida shunchaki muammo yuzaga keladi xolos. To'g'ri, talaba oldindan hech qanaqangi to'lov qilmagan. To'lov qilgan bo'lsa ham $150 to'lov qilgan. Qolgan to'lovlarga o'ylanayotgan bo'lsa va puli bo'lmaydigan bo'lsa, albatta bu talaba elektron viza uchun harakat qilmagani ma'qul. Puli bo'lganda keyingi semestr harakat qilishingizni tavsiya beraman. Agarda siz tavakkal harakat qilib, qayerdandir pul kelib qoladi g'oyibdan deb o'ylayotgan bo'lsangiz, avvalo Alloh yetkazsin, to'g'ri. Lekin siz albatta rejangizni olishingiz kerak. Bu to'lovlar bor. Juda ham siz qiyin ahvolga tushib qolishingiz mumkin. Siz qiyin ahvolga tushmasangiz ham, eng kamida bizni qiyin ahvolga tushirasiz. Chunki biz 40 ta talabaga invoice oldik, 40 tadan 15 ta 10 tasi to'layapti. Albatta universitet va konsalting o'rtasida muammo kelib chiqadi. Shunchalik talabalar albatta bu xarajatlarni hisobga olinglar. Xo'p, bulardan keyin umumiy xarajat shu 5,5 ming plus bo'lyapti. 5,5 ming plus bo'lyapti. Umumiy xarajat 5500 plus bo'lyapti. Bu narsani hisobga olinglar. Va sizda oldinda yana xarajat kutib turibdiki, qanaqa xarajat? Aviabilet, boyana tushuntirib o'tdim, $350 dan $500 gacha bo'lishi mumkin. To'g'ridan to'g'ri reys. To'g'ridan to'g'ri reysda biz maslahat beramiz. Agar to'g'ridan to'g'ri reys olmaydigan bo'lsangiz, yo'lda persatkalar bilan juda qiynalib qolishingiz mumkin. Birinchi ketayotgan joyingiz, ba'zilar birinchi uchayotgan bo'lishi ham mumkin. Shunchalik hamma talabalarga biz to'g'ridan to'g'ri reysda maslahat beramiz. Bir talabamiz Malayziya orqali cheres uchdi, lekin o'rtada bir 12 soat persatka bo'lganligi uchun talaba borib o'sha kutish joyida uxlab qolgan. Kashalovlarini, hujjatlarini o'g'irlatib qo'ygan. Xudoga shukrki, Xudoning rahmi kelib, bir axlatxonadan hujjatlarni topgan. Pullarni-ku endi aytmasa bo'laveradi. Pullar yo'q. Qo'lingizga olib olishingiz, biletlar bilan yana $1000 atrofida to'g'risi xarajat qilasiz. Shunchalik 6,5 ming atrofida xarajatingiz bo'lyapti ekan. Shularni narsalarni tushuninglar talabalar. Biz bularni ochiq oydan aytyapmizki, sizlardan nima desa bo'ladi? Konsultatsiya davomida unaqa xarajatingiz yo'q, bunaqa xarajatingiz yo'q deb to'lov olmaymiz. Ba'zi universitetlar bu to'lovni to'g'risi so'ramaydi. So'raydigan bo'lsa, biz uni albatta oldindan ogohlantirib sizlarga aytamiz. Agar sizga e-viza tarifi qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta izohlar qismiga e-viza so'zini yozib qoldiring, biz sizga aloqaga chiqamiz. Bu videoda maksimalni iloji boricha like bosib, izohlar yozib do'stlaringizlarga tarqatinglar. Sababi bu juda ham manfaatli video deb hisoblayman. Chunki bu tariflar talabani maksimalni hisobini olgan kuyib qolish ehtimolini juda ham pasaytiradi. Siz kuyib qolmaysiz deyarli. 2000 ham qaytadi, universitet to'lovlaringiz, yotoqxonangiz ham qaytadi, viza olmaydigan bo'lsangiz. Bu to'lov endi ketadi, bu to'lov rostdan qaytarilmaydi. Juda katta to'lov emas, lekin tavakkal qilishga arziydi. Xo'p, qaranglar, отказ sababi elektron vizadan nimadan chiqadi? Birinchi o'rinda konsalting ehtiyotsizlik qilgan bo'lishi mumkin. To'g'risi, chunki universitetga konsalting hujjatlarni tayyorlab beradi. Qaysidir hujjatlardan noto'g'ri ketgan bo'lishi mumkin, beparvo qolgan bo'lishi mumkin, o'quvchilar ko'p hisobiga yoki bir bemalol xotirjam hisobiga konsaltingda birinchi o'rinda aybdor bo'lishi mumkin. Bu to'g'risi tan olishimiz kerak. Ikkinchi o'rinda sizda agar oldin отказ bo'ladigan bo'lsa, ya'ni Koreyaga elchixonadan topshirasizmi, O'zbekistondagi yoki Koreya immigratsiyasidan telex viza qilib topshirgan bo'lasizmi? Agar sizda oldin отказ bo'ladigan bo'lsa, sizda yana bu 100% отказ chiqadi. Agar hujjatlaringiz to'g'ri va отказ bo'lmagan bo'lsa, ya'ni tarixingiz toza bo'ladigan bo'lsa, sizda отказ chiqmaydi, deyarli 100% viza chiqadi, desak bo'laveradi bu vizada. Xudoga shukr, anchadan beri talabalarimizda 100% viza chiqyapti. O'tgan semestrda, ya'ni bahorgi semestrda bitta отказ chiqdi. Sababi bitta talaba oldin telex vizadan отказ olgan ekan. Shunchalik biz telex vizani yomon ko'ramiz, telex viza deyarli qilmaymiz. Ya'ni umuman qilmaymiz.
Bu narsani ham maslahat bermayman. Hamma tariflarni solishtirib chiqinglar. Xohlasanglar videoni yana bir boshqatdan ko'ringlar. Albatta do'stlarga tavsiya qilinglar. Xudo xolasa, sizlarga doimo xizmatdamiz. Salomat bo'linglar.